Hey, yaxşımısınızlar dostlar? Bugün biz şu montajlıq xizmət mühiti bilan tanışıp chiqamiz. Endi savol keldi. Bu montaj degan nima? Ana deyin kirish tugichi degan nima? Bu nurg'un do'stlarimiz ham shu montajlikni kirish tugichi deb qaraydi. Bu qarash xato. Bu montajlik deganimiz shu Fransiya tilidan kelgan binokorlik ilmiy atalg'usi. Fransuzcha qo'rashtug'ichi degan ma'noda. Keyin kino sohasiga ishlatilgandan keyin kirishtugichi nomida ishlatilgan. Montaj degan so'zni oddiy til bo'yicha ham yapliq til bo'yicha bunday tushunamiz. Ko'rish, anglash, sezim birikmasidan paydo bo'lgan xiyoliy tuyg'u. Yoki bo'lmasa birga birini qo'shib ikki qilish uqumi. Hamma asta qarasak montajlikni o'zini ham 3 turga bo'lamiz. Bu 3 turning o'zidanmi yana 4 turga, 3 turga, yana 4 turga ma'qul holatda bo'lindi. Buni o'zinglar bir ko'rib qo'ysang bo'ldi. Endi bu Kuleshov effektini so'zlaymiz. Bu montajlikdan burun Kuleshov effektini so'zlaylik. Kuleshov effekti deganim nima degan chaqda o'xshash ko'rinishning o'xshamagan holatda kirishtirib, o'xshamagan ma'noni ifodalashni Kuleshov effekti deb ataymiz. Bu ustozimiz o'z vaqtida bir film tatgan. Bu filmda 3 xil shu ifodasi o'xshash ifoda. Bu ifodaga birinchi ulab biz Jozdagi bir shu tamoqchisini shu ifodadan keyin bu Jozdagi tamoqchisini ko'rsatgan. Bizningki birinchi ulab qalbimizga kelgan nima degan chaqda demak buningki qo'sqi ichibdi deganni biz his qila olamiz buni. Birinchi ulab qalbimizga kelgan shu. Yana bir filmida yana mush film mush ifoda bunun keyniga shu jasad sanduqning ichida bir qizchaqa. Demak birinchi ulab qalsa mao ustidagi filmni biz ko'mga holatda biz buni nima deb his qilamiz degan chaqda buningki azobini his qilamiz. Mana azob. Endi uchinchisining yana shu ifoda. Bu yerda bir qizchaq bor. Demak bu ifoda orqali nimani his qilamiz degan chaqda demak bu yerda qizg'inlikni his qilamiz. Demak bu ustoz shu filmni ishlash orqali shu bu film ishlash tartib xaritasi odatda biz detalni tushunishdan burun cho'qim bu qanday detal, bu detal orqali nima qilmoqchi, qaysi xil tartib bo'yicha kirishtirish xizmatini qilsak eng unumli, eng tez bo'ladi deganlarni tushunishimiz kerak. Bu xil film ishlash tartib sxemasini cho'ng tipdagi kino, qisqa film, hujjatli film, shunga o'xshash har qanday filmga mos keldi. Endi biz bu sxemani birdan so'zlaylik. Birinchisi ssenariy. Ssenariy shu ssenariy tanlash, ya'ni suratga ilish, xomchot hisoblash, suratga ilish planin tuzish, artist tanlash, suratga ilish gruppasi va suratga ilish maydonini tanlash, o'rinlashtirishni ko'rsatadi. Anandagi suratga ilish ikkinchi qadamda. Suratga ilish artistning roli, rejissyorning naq maydondagi yetakchiligi, anandagi suratga ilish gruppasining suratga ilishi, maydon xotirlash degandek tafsilotlarni ichiga oladi. Undan boshqa inchikki tafsilotlar bor. Men cho'ng tur jihatdan so'zlayman. Undan keyin kirishtirish xizmatiga kelamiz. Kirishtirish xizmati necha qadamga bo'lindi. Birinchisi dastlab kesish. Dastlab kesishda suratga olingan barliq materiallarni va ketarli xom materiallarni ratlab, asos mazmun tushangidek bir film ishlab chiqamiz. Film ishlab chiqib bo'lgandan keyin uningdan keyin qanday qilamiz? 2 o'lchamlik unumlarni, anaki yoki 3 o'lchamlik unumlarni, masalan, e'lonlar bo'lsa, 3 o'lchamlik, 2 o'lchamlik e'lonlar bo'lsa, mushkul holatda ba'zi qildi. Masalan, dekoratsiya suzilgan ko'rinishlar bo'lib qolsa, masalan, yoki undan boshqa model yasab shu 3 o'lchamni ichiga kirgizgan ishlar bo'lsa, shu dastlab kesishdan keyingi qadamda mushuni qilamiz. Andan keyin shu bir qator tartib tükkandan keyin kompozitsiya qismiga o'tamiz. Kompozitsiya qismi deganimiz, masalan, 3 ta qilgan bo'lsak,
3D ko'rinishlarni qilgan bo'lsak, dastlab keskin ko'rinishga biz 3 o'lchamlarni kirgizamiz yoki bo'lmasa 2 o'lcham qilsa 2 o'lchamlik ko'rinishlarni tizib, dastlabki kesilgan filmni biz 60-70% yerga opiramiz, mazmunini chiqaramiz. Andan keyin ranglash xizmatini qilamiz. Undan keyin qanday qilamiz degan chaqda biz ranglash xizmatini bitirib bo'lgandan keyin muzik ishlaymiz yoki bo'lmasa buni muzik tanlab bu filmga moslashtiramiz. Endi moslashtirib bo'lgandan keyin eng oxirida inchki kesimiz. Buningda masalan biz umum film 30 sekundlik e'lon bo'lsa, buni biz dastlab kesishda buni 40 sekund yoki bo'lmasa 1 minut kesamiz. Endi inchki kesish kelgan chaqda biz hammani shu eng dastlabda shu to'xtam tuzishga 30 sekund, 30 sekundga shu 45 ga tushirib inchki kesib chiqaramiz. Andan keyin asillab chiqaramiz. Bütün film asosan mush bosqichlarni hammani bitirib bo'lgandan keyin asillab chiqaramiz. Andan keyin taqtish vositalari orqali taqasa bo'ldi. Masalan, shu Douyin deymiz, yo Kueshu deymiz, yo bo'lmasa Weixin Pintay deymiz. Shuni o'xshash yoki pulga taqasak apchaqlar deymiz yoki app kino ko'rish detallari deymiz. Shular taqasak bo'ldi. Amaliyotda film ishlash tartib xaritasi mushkil tartib bo'yicha bo'ldi. Hamda sizga mushkil tartib bo'yicha mashg'ulot qilishingizni tavsiya qilaman. Chunki bir qarsaqlam tushunalamiz, ma'qulolat qilsak. Ham ishlarimiz unumli bo'ldi. Hamda montajlik asos tartib xaritasi. Bu asos tartib xaritasi abayqi biz ko'rgan shu xaritalar o'xshash asosan bu lekin bu bek muhim. Chunki hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan tartib bo'yicha xizmat qilgan vaqtda biz xaridor bilan ziddiyat qilish yoki bo'lmasa boshqa ko'ngilsizliklarning oldini olib bo'ldi. Hamda filmning o'lchamlik bitishiga kapolatlik qilib bo'ldi. Birinchisi rejissor yoki xaridorlar bilan fikr almashtirish. Bu bek muhim. Chunki avval rejissor yoki xaridor bilan film to'g'riliq muzokara qilib, chunki rejissor yoki xaridorning filmga nisbatan fikri boshqacha bo'lsa, filmni qaytadan ishlash to'g'ri keldi. Siz boshqa ishlab bo'lgandan keyin ular manda ishlaydi deb qolsa, bu film qaytadan ishlanadi. Shuning uchun eng avval birinchi bo'lib qilgan xizmatimiz musha. İkinci olab xam materiallarını ko'rish. Shu xam materiallarni ko'zdan kechirish orqali qaysi materiallar keraksiz, qaysi materiallar tushib qoldi degandek narsalarni biz qalbimiz son bo'ldi. Masalan, kam bo'lib qolsa darhol berib, vaqtini tutib, ya'ni qayta suratga ilib o'tish kerak. Andan keyin xam materiallarni ratlash. Endi bu bosqichda bütün shu materiallarni ko'rib bo'lgandan keyin turlaymiz. Masalan, sirtqi ko'rinish, manzir ko'rinish, uy ichi ko'rinishi, quruq ko'rinish degandek bütün materiallarni biz hujjat qisqich qurib, hammasini ayrim bo'lak qilib o'tib ratlab chiqamiz. Bu holat bo'lsa, biz film ishlagan chaqda materiallarni tepish o'ng'ay, ham ratlik bo'ldi. Hamda qurilma chiqarish. Bu qurilma chiqarish deganimizda hamda filmni rasmiy kirishtirishdan avval film beshig'i nima qilamiz, film mazmunini qanday qilamiz, filmni qanday oxirlashtiramiz degandek narsalarni cho'qim eng avval planlab bir tushunishli holda bir mazmunni kesib chiqara olamiz. Masalan, 1 minutlik ko'rinish bo'lsa, cho'qim 5 minutlik umum mazmunni shu biz taqdim ko'rinishning hammani bir tizib chiqara olamiz. Mushuningda yana kam qolgan ko'rinishlar yoki bo'lmasa ushoq ilinmagan ko'rinishlar mushundan chiqadi. Andan keyin cho'ng kesish. Cho'ng kesish deganimiz abayqi dastlabki kesish degan o'zi shu. Masalan, qurilma chiqib bo'lgandan keyin shu rasmiy holda shu tushungidek, mazmun tushungidek umum filmga qarata biz 40% 50% ko'rinishlarni kesib taq qilamiz. Andan keyin inchki kesish. Demak, shu umum film abay degandek shu 45 sekundlik film bo'lsa, biz 1 minutlik kesdik.
cho'ng kesib oldik. Hamda inchik kesgan vaqtda buni biz ya 30 ga ya 45 bo'lsa 45 ga to'liq inchik kesib etamiz. Andan keyin muzik ishlash yoki bo'lmasa muzik moslashtiramiz. Bu jarayon cho'qim bo'ladigan, hammamiz biladigan bir jarayon. Tekshirib chiqarish hamda buniki Abayning so'zlagan bu ikki xil tartibni bizningki shu xizmat jarayonimizda cho'qim mush tartibni 100% ishlatmasangiz cho'qim mush xil tartiblar, mush xil tartib, shu tartib xaritasi shaklida xizmat qilishingizni tavsiya qilaman. Hamda chunki bu nima uchun bu xil tartiblarni shu nurg'unlagan ustozlar bizga cho'qim tavsiya qildi degan chog'da bu nurg'unlagan sinoqlardan o'tgan bu. Shunga do'stlarimizning mush xil holatda olib berishini umid qilamiz. Bugungi darsimiz mushada yo'llashdi. Kelar soatlik darsimiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh.